Hammaga salom bolalar. Bugungi videomizda Beach Hotel simulyator o'yinini davom ettiramiz. Mana shu o'yinda davom ettiraman. Mana shu joylargacha yetib kelgandik. Batibda o'tdi. Ikkalasi. Keling opa. Kerak ham uni xona tozalab olish kerak. Qo'l tozalandi. Hammasini tozalab yalab qo'ydik. Nima turibsiz siz ham? $280 yig'ib qo'yibman. 262 ekan. Hop 279 to'ling. Nima narxda to'laysizlar? Opa, gazini bosing. Sen mujik ekansan. Oxirgi eng qimmat ishlarga qopti. Senga qopti. To'g'rirog'i. Bitta $1 bo'l. Rahmat qani ayt. Rahmat ayt. Bashiringa san. Mayli, endi rahmat aytmasang. Shu qimmat uyga kerak bo'ladigan. Eng qimmat narx ko'tarib oladigan narsaga olib kelishim kerak. Mana shu narxni ko'tarib olish kerak bu. Oxirdagi uyim. Pulni yetkazamiz. Hozir xonalarni tozalab chiqay. Yetdikchi. O'ta tualetlarni tozalash shart emas ekan. Degi musorni oldagi stolimizni tozalab qo'yamiz. Уже 2200 topib qo'ydim-ku. Yetar endi. Yana uylar sotaylik-da. Keling. Hop. Rahmat aka kartada to'laganingiz uchun. Bo'ldi, ko'ring. Chiqardi. Kutib turibdi. Boshqa narsa kerak bo'lsa aytavering. Bor ekan. Boshqa narsangiz. Bo'pti, ko'ring. 376. Yo'q, buni olmayman. Bu kerak. Buni bu narxni mana eng katta narxni ko'taradigan narsa. Xo'p, buni olamiz. Ketdik. Hammasini o'zi shunday olib keladi. Keling, brat. Voy, mashinangizdan siz. Bo'pti, sog' bo'ling aka. Qayerga joylashtirsa bular? Mana shu markazga joylashtirsak. Mashqa qo'ysak narxchi osmonmas eshakdek bo'lib ketadi mana. Qat'iy qo'ysak bular. Shu eski joyga qo'yaveramiz endi. Ustiga qo'yadigan chirog'imizni joylashtirsak $500 ga yetdi. Bular endi qaysi xonaga qo'yishni bilaman. Mana buni xonaga olganman bular ataylar. Bu katir bo'lmas ekanda. Xohlagan joyga joylashtirib qo'yaverar ekan.
Aa, ko'plarni olib turib manomatga joylashtirib qo'yamiz. Juda go'zallashadi. Place. Yerga place qilsak. Mana bu yerda mana bratanlar choy ichib o'tirishadi. Xona chiqib qolsa. Mana bu yerga qo'yaylik-da. Boshlaymiz. $116 bo'ldi bu uy. Tozalab olaylik bu xonadonni ham. Bo'ldi. Oz pul xizmat qilaylik-da bu bratishkalarga. Ko'proq pul olaylik bulardan. $116.75. Sizga bu uy to'g'ri kelaveradi. 70 kiroq bo'laveradi. Yarashaverasiz. To'g'rilaman mana buni bosamiz. Voy, kartada to'laganingiz uchun. Thank you. Voy, men olgan narsam narxim yo'q. Naqd pulim yo'q. Eng qimmat divanda olmoqchi edim men. Hozir majburlab meni eng arzon divan olib turadi. Kerak emas. Anaqa musor divanlaring. Eng qimmat narsalar qo'yaman. Bu yerda stilga turibdi. Opa, olmayman ishga baribir. Jonga tegdingiz. $516,000 deyapti. Shunaqami? Opa, thank you bro. Ustiga qo'shib berishyapti. Endi uzoq vaqt qolishadimi? Menimcha shunaqa. Bekorga bular. 701,000. Va bittada qoplab qo'ydi-yu. Voy, nima isqirt narsalar oldirtiryapti o'yin. Olmayman anaqa narsalarni. Admin qilishim kerak edi. Isqirt o'yin. Qimmat narsalar. To'xtab turinglar. Tualetga kerak bo'ladigan bumaga, qo'l yuvish kerak bo'ladi, vanna kerak bo'ladi, vannaning ustiga bu kerak bo'ladi. Xo'p. Qimmat yotoq. Bu. Bular olishga hali chicha pul to'plashim kerak. Nimagadir narxlar 2x bo'lib ketdi. Bu sohilmi hali? Voy. Bu uy emas, sohil ekan. O'rgatma, o'yin bilaman. Nima qilish kerakligini. To'g'irlab qo'y, dalboy.
$316 bo'lyapti. Bu boyib ketyapsizlarmi yo mencha uzoq vaqt qolishyapti? Qancha to'laysiz? Ko'proq to'lasangiz bo'laverardi. Mayli, bo'lmish ekan. Ularni ham ahvoli og'ir ekan. Xo'p, buni anavi bir ikkita uylarimga qurishib qo'yay. Ana uyga bitta zakaz qildim va tualetni kerakli narsalari. Bu vanna menimcha yetsa kerak. Da, yetdi. Tezda olib kel. Menga kerakli narsalar bu. Ko'pi boshqa xonadonga, bir ikkitasi boshqa xonadonga. Tualetni rivojlantiramiz. Mana tualet rivojlanyapti. O'ta rivojlanib ketmasin tualet. 572 yana tualet olibman. Boshqa joyga. 582 bo'ldi. Ikkita tualet qor. Nimani o'rgatyapti o'yin? Cancel. Nimaga kerak? Hali bor menga, hali bor. Kecha bor. Qaysidir xonadonni kuchaytirmoqchi edim men o'yindagi. Mana shu xonadonni kuchaytirmoqchi edim. Teskari qo'ydim. To'g'ri qo'yaylik. Hammasini matga qo'ysak, endi buni matga qo'yamiz. Okey, buni bularni boshqa joylashtirsak, endi bizni uyimizning narxini ko'taradigan narsalarimizdan biri. $414 aylandi uyimiz. Tez kelishini sotib olmayapti. O'rgatmasin o'yin. Nima qilishdi? Menga nima qilishdi o'rgatyapti? Baliqchamisiz siz narsalar berasiz menga? Yog'izingizga sizni. Qani tez. Oppa. Bir xil misli u. Просто ranglaringda farq bor. Xo'p, to'lang. $316.75 bo'ldi bu yer. $411. Va ataylab naqd to'latyapti. Oppa, siqdi. Üstüne izdiyasya qilsam bo'lardi. Pul to'lasam endi üstüne izdiyasya qilib beraman. Ya mayli, izdiyasya qilmaymiz. Bu yoq ham darrov bo'shadi. Turishinglar. Turishing keling.
Yepa nima qilishyapsan? Sreykaling navbatdan. Keyin oxirgisi edi, oxirgi qismi deydi. Okey, bolalar, mana ishni tugatamiz. Like bosinglar, obuna bosinglar.